Yaxşımısızlar tordaşlar. Bugün sözleydiğin dersimiz sinema tötті yumşaq detali bilan tanışış və onun dəstləbki asasi bilimleri toğruluq sözleyimiz. Mesela derslikni başlaştım burun. Biz şu sinema tötті toğruluq azıraq bir tushuncha beramiz. Biz ko'proq anglagan 3 yumshoq detallardan shu 3 makis, ya'ni maya. Bu 2 yumshoq detalni biz nihoyat ko'p anglagan. Sinema 4 yumshoq detal bo'lsa, bizga nisbatan yangichiroq bir yumshoq detal. Chunki buning uyg'urcha o'rganish materiallari intayin oz bo'lganligi uchun bugun o'rganganlarmi sal oz ekan. Ham rayonimizda buning tarbiyalash kurs yoki maktablarimi yo'q, lekin maya bilan 3 makisninki tarbiyalash o'rinlarimi Şinjan'da var. Şuna bu sinema tötті yumşaq detalini bizning aramızda bek ko'p ishlatib ketmaydi. Lekin bu davlatimiz ichida bo'lsin yoki chet ellarda bo'lsin, intayin ko'p ishlatilgan yumshoq detallarning biri. Shu detalning tariximi shu maya 3 makslar bilan asosiyatini o'xshab ketadi. Tarixi intayin uzun. Sinema tötti'ni endi ishlatish darsi bo'lsa, ko'proq shu televiziya saytbizakchiligi andın o teşviqat filmlerininki qiliplari qatorliq nurg'un sohalarda shu televiziya e'loni bo'lsin, nurg'un sohalarda ishlatadi. Biz hozir shu sinema tötti'da ishlab chiqqan pishka materiallarni ko'rib boqaylik. Biz shu sinema tötti'dan foydalanib ishlagan shu har xil tashviqot e'lonlarining qiliplari yoki televiziya e'loni shu to'g'riliq ozroq film ko'rib boqaylik. Başqalarını ko'rib boqaylik. Mana bir saqal mashinasining e'loni ekan. Shu e'lonni shu settötти bilan avtordan foydalanib ishlagani. Endi yana boshqalarini ko'rib boqaylik. Mana televiziya saytbizakchiligi, xabar qatorliqlarninki qiliplari butunlay settöttidan foydalanib ishlangan. Yana boshqalarni ko'rib boqaylik. Settöttininki mushtaraflarda iqtidori intayin kuchli. Yana boshqalarini ko'rib boqaylik.
Mana mava bo'lsa Oppo R9 Zenfone'ning e'loni. Bu Mosfet'den foydalanib ishlangan. Shunda chiroyli maylan. Bular bekçik, endi bunun hammini qo'yib bo'g'il bo'lmadi. Biz hamsa darslikni boshlab ketsak. Avval sinema 4 yumshoq detalni qo'zg'atay. Mening ishlatganim bo'lsa, shu sinema 4 yumshoq detalninki eng yangi nashri, ya'ni R19. Biz sinema 4 yumshoq detalni qisqartib C4 deb ataymiz. Qo'zg'atay ko'rinmaydi, mana qo'zg'alish ko'rinmaydi mana. Mana hozir normal qo'zg'aldi. Biz avval shu sinema 4'ninki asosiy darsliklari bo'lgan shu qurollarni o'rinlashtirilishi, ko'rinma yuzini bir tanishtirib o'taylik. Mavraim bo'lsa, ya'ni Beautilana, ya'ni Timstone. Hozir buningda hech qanday bir narsa yo'q. Biz hozir ko'rib boqaylik. Masalan, ya'ni Lifangte birini qo'ydim. Buni birga saqlay. Saqladim. Mana men hozir ders deb saqladim. Matima ders deb o'zgardi. Mushu. Ostidagi bo'lsa, mana tizimlik stoni, ya'ni saydanlan. Mana Timstone bo'ldi. Mana saydanlan, ya'ni tizimlik stoni. Mana bo'lsa, ya'ni Gongjulan, ya'ni qurollar stoni. Bu yerda qurollar stoni, ondan shu tez qurish belgilarim bor. Buni hali tafsilot tushuntiramiz. Mana shu o'xshashlar qurollar stoni, ya'ni Gongjulan. Mana ko'rinish bo'lsa, perspektivalik ko'rinish, ya'ni Taoshishito. Mana rayim bo'lsa, mana
vaqt boshqarish, ya'ni mana bu masalan mush harakat ishlagan bo'lsak, mush yerdan kontrol qilamiz. Mavi rayon bo'lsa, bu material boshqarish rayoni, ya'ni biz qo'ygan modellarga mush yerdan material tengshab, rang beradigan yer mavi. Mavi bo'lsa koordinat rayoni. Ya'ni mavi x, y, z shu o'qni mush yerdan kontrol qilamiz. Mavi bo'lsa obyekt boshqarish rayoni mavi. Masalan, hozir men boya bir lifantidan birini qo'ydim. Bu lifanti bu yoqqa chiqdi. Mavi osti bo'lsa xoslik boshqarish, ya'ni biz qurgan obyektninki xosligini ost tarafdan kontrol qilamiz. Sonliq ma'lumotlarni o'zgartiramiz. Buni ele tafsiliy so'zlaymiz. Endi so'zlaydiganimiz bo'lsa, shu ya'ni mavi tizimlik stoni saydanlan. Buningda biz eng ko'p ishlatadigan buyruqlarni tanishtiramiz. Birinchisi hujjat tizimligi, ya'ni Wingen. Birinchisi bo'lsa yangidan qurish. Konopka taxtasidan control ini. Yangidan qurdim, yangidan bir maydon qurib berdim. Bo'ldi. Ikkinchisi daka, ya'ni etish. Hujjatlarni etish. Har xil shu sinematik munosabatlik hujjatlarni ochida bu. Mamo control shift bumi daka bilan o'xshash. Buningmi o'ziga tushliq kiradigan formatlar bor. Buni biz keyingi darsligimizda tafsiliy so'zlaymiz. Mavo xuyfo, mavo bo'lsa Gombi, bu Ctrl F4 konopka taxtasidan bu Gombi Cinema 4 dan etadigan Gombi emas. Men mayaga obyektdan birini quray. Men endi Gombini bosay. Saqlamsa deydi, yoki saqlayman yoki saqlamayman deb besib, men saqlam deb mana o'chdi bu. Bayatinqi maydonni o'chirib berdi. Endi mavo hammani o'chirish. Biz shu Cinema 4 da hozir qancha maydonni ochgan bo'lsak, shu maydonning hammani saqlamsa yoki o'chiramsa deydi. Men saqlamayman. Mana asl holatga qaytib keldi. Mavo saqlash. Obyektdan birini qo'ydim. Hujjat tizimligidan saqlash. Saqlaydigan o'rinni ko'rsatib berib, ism qo'yib, mavo saqlashni bassam bo'ldi. Mavo qaytadan bilan saqlash. Qolgan mavo saqlashning hammasini biz keyingi munosabatlik darslarimizda tafsiliy so'zlaymiz. Mavo esa davchu, ya'ni chiqarish. Biz qo'ygan obyektlarni har xil formatda chiqara olamiz. Masalan, biz Maya yoki 3D Maxga chiqmoqchi bo'lsak, FBX yoki OBJ holatida saqlab elib chiqsak bo'ldi. Mavo Zojimingen, ya'ni yaqinda ochilgan hujjatlarni ko'rsatadi mavo. Hujjat tizimligi tugadi hamda mavo eng ostidagi Alt F4 konopka taxtasidan Alt F4 bu Cinema 4 ni chekinmoqchi bo'lsak, shuni bossak bo'ldi. Yoki mavo xato belgisini bossakmi bo'ldi. Endi tahrirlash. Biz buni so'zlamaymiz. Nima deganda, chunki biz mavo qurollarni so'zlagan vaqtda so'zlaymiz. Buni hozir bilasizlar. Mavo yangidan qurish. Buni biz mayani so'zlagan vaqtning o'zida so'zlaymiz, hozir so'zlamaymiz. Mavo tanlash. Shu shanzi, kongshan shanzi, tavso shanzi degandek. Biz buni eli azroq misol ishlaymiz. Shuningda shu tanlashni so'zlagan vaqtimizda so'zlaymiz. Undan qolgan mavo tizimliklarni buningdan keyingi darsliklarimizda davomli tushuntiramiz. Chunki buning hozir hammani so'zlasak, bu asos darslik bo'lganligi uchun davomliqqa o'rganib ketgil bo'lmaydi. Buni amaliy misollar orqali tushuntiramiz. Endi astidagi mavo qurollar stoni. Birinchisi, ya'ni konopka taxtasidan Ctrl Z. Bu Ctrl Z'ni hamda kompyuter ishlatgan va yoki Photoshop avtorlarni ishlatganlarni bildim. Shu endi ma'lum mashg'ulotni qilgandan keyin bir qadam chekinmoqchi bo'lsak, Ctrl Z'ni bosamiz. Shu o'xshash shu. Masalan, obyektdan birini qo'ydim. Endi chekindim. Mana yo'q edi.
Endi ma yendiki olsa aslik keltirish, hozir yo'qotganni aslik keltirish. Mavo kontrol Y konib taqtisdi. Mavo tanlash, ya'ni mavo tanlash şu. Biz hozir shuni so'zlaymiz. Men hozir ma'lum rayonni tanlaysam tanlanmadi. Nimishqa deganda, chunki bizning hozir qo'ygan obyektimiz tahrirlash holatiga o'tmadi. Buni tahrirlash holatiga o'tkazish uchun mavoni basimiz mana. John Wayne KBNG deyishgan tahrirlaydigan obyektga aylantirish. Buni basqandan keyin andin bu yanılam tanlanmadi. Nima uchun deganda biz buni yoki bir talab bu taraf altini tanlamdik, nuqta alti, qir alti, ko'p taraflik alti. Men ko'p taraflik alti turib, ya'ni Dobianshin mo'shu. Buningda mousening sol knopkasini bir cheksam, men tanlagan rayon tanlandi. Va yoki mouseningki sol knopkasini bosib turib, bundaq tanlaydigan rayonni aylantirsam, bu o'xshashlam tanlandi. Masalan, mau ishni tanlagandan keyin men mau ustini elib etmoqchi bo'lsam, kontrol knopkasini bosib turib, mousening sol knopkasini bir cheksam, mau rayonni tanlamaydi. Agar mau rayonni qo'shib tanlamoqchi bo'lsam, shift knopkasini bosib turib, mousening sol knopkasi bilan bir cheksam, yana ustini tanlaydi mana. Bo'ldi, mau birinchisi. Ikkinchisi function. Buni qanday ishlatamiz deganda, buni tanlagandan keyin nuqta altib turib, endi hozir. Bu nuqta alti, taraflik alti, ko'p taraflik alti hamma altida ishlaydi. Men hozir mana nuqta alib turib sinab qildim. Masalan, men tanlamoqchi bo'lgan doirani bundaq mousening sol knopkasini bosib turib, doirani tanlay. Mana hozir tanlandi. Buni shunday ishlatamiz. Mau bo'lsa, bu bir tanlash. Bu endi Photoshopning ba'zi bir qurollariga o'xshab ketadi. Mousening sol knopkasini bosib turib, tanlaydigan rayonni bundaq tanlayman. Andin tanlandi, bo'ldimda. Maularni ko'p ishlatmaymiz, bo'ldimda. Endi mau bo'lsa yedungunji, ya'ni yetkash quroli. Mau yerda 3 o'q bor. Mau qizil X o'q, mau yeshil Y o'q, mau Z o'q. Qaysi o'qni yetkazmoqchi bo'lsa, mouseni unda basam oq o'zgaradi mau. Endi mousening sol knopkasini bosib turib, bundaq ikki yang sersam, bu shu o'q bo'yicha mangdi. Asti usti bo'ldi. Buning tizlatmasning knopkasi ERP. Mau so'fangunji. Bu cho'ngaytirish, kichiktirtish, bu tanlagandan keyin mousening sol knopkasida bosib turib, ikki yang suramiz. Shuning bilan bu cho'ngayib kichiklaydi. Mau qurolimda mau shuanjangunji, ya'ni aylantirish. Buni tanlagandan keyin mana o'xshashlarmi X, Y, Z 3 o'q bo'yicha aylanadi. Bundaq mouseni ekkasak oq yonadi. Biz mousening sol knopkasini bosib turib aylantiramiz. Bo'ldi. Mau bo'lsa biz mushada endi qaysi qurolni ishlatib, shuni to'xtatib qo'ygan bo'lsak, shu qurol mushaga birinchi o'rinda turdi, mushaga chiqib turdi. Bevas tanlasak ham bo'ldi. Masalan, men yedungunji, mana mushadim bor o'xshash. Endi bo'lsa mau X, Y, Z. Buni qanday ishlatamiz deganda, masalan, men X ni elib etdim, mau X ning roli qanmidi degan gap hozir sus yandi-ku mau. Kichikiltish. So'fangunji. Mana hozir men so'fangunjiga, ya'ni mau cho'ng kichiklik yetkab, X ni elib etdim. Hozir mau sus yandi, demak bu ishlamaydi degan gap mana. Qaysini elib etsanglar, shu ishlamaydi. Shu o'q xosiyatini yo'qotadi. Mau zo'byavshitong. Buni keyingi munosabatlik darsliklarda so'zlaymiz. Mau uchi bo'lsa, shuanranish, ya'ni hosillash tengishlik munosabatligi. Masalan, men mau obyektni qurdim. Buningga material berib, bu birinchi shuanran xodong shito. Bu shu biz shu vasillab azroq ko'rib bakmoqchi bo'lsak, masalan, unumi qanday. Shuni birli cheksak, mana ko'rindi hozir. Mau ikkinchisi shunranda to'piyan chakanchi, mana bu to'piyan chakanchi mau rasm ko'gichga chiqib turdi. Biz material tanishdik, endi buni asillab chiqarmoqchi bo'lsak, mana birlam cheksak bo'ldi.
Buni mousening sol knopkasi bilan besib tursak, yani nurg'un tangshaklar chiqadi. Buning ichidan ko'p ishlatilganimiz birinchisi mana. Masalan, men ma'lum bir doirani ko'rib boqmoqchi bo'lsam, mousening sol knopkasini besib turib, bundaq tanlasam, shu rayon ko'rindi, ma'lumot ko'rinmaydi. Mana eng ostidan mana ikkinchisi bo'lsa, bundaqa bu doiralik ko'rsatib turdi. Qaysi doirani ko'rsatdi deb mushaga kelib qo'ysam, shu doirani ko'rsatdi, mana qolgan sirti bilan kari yo'q. Bo'ldi, buningdan tanishadiganimiz. Mana ya'ni Shonren Sheji, Bianji Shonren Sheji. Bizningki shu hosillash tangshikimiz mana. Buningdan birinchisi, ya'ni shuchu biz shu razmerni tangshaymiz buning birinchisida. Biz qanchalik razmerda rasmga ehtiyojlik yoki harakatninki biz bergan shu chiqarmoqchi bo'lgan filmninki razmeri qanchalik shuni tangshaymiz. O'zimizning ehtiyojga asosan shu mavj burjakni bosgandan keyin o'sha yerdan ehtiyojga asosan tangshib olsak bo'ldi. Mana ikkinchisi film belli, bu endi Photoshop yumshoq detallardan bor. Bu suzuklikni o'zinglarning ehtiyojiga asosan tangshasanglar bo'ldi. Undan yana ko'p ishlatiladigan mana Shodong, Dangchenjen, Chonbojin. Mana Shodong bo'lsa, masalan biz ma'lum bir harakat ishlagan bo'lsak, masalan yetkash quroldan foydalanib nuqtadan birini urib mana masalan hozir mana 0 nuqtadan 50 nuqtagacha harakat bor. Qolgan harakat yo'q. Masalan, men shu 20 nuqtadan 50 nuqtagacha bo'lg'icharlikni hosilab chiqarmoqchi bo'lsam, mayaga 20 oxirlashqa 50 deb tangshab, shu ehtiyojlik bo'lgan nuqtani chiqarib olsam bo'ldi. Buni ko'proq harakat ishlagan vaqtimizda ishlatamiz. Mana bo'lsa, shu navbatdagi nuqtani hosilab chiqarish, navbatdagi shu nuqtani. Mana hammani bu qanday deganda, masalan 0 dan boshlab 90 F. Masalan, mana 0-from, inglizcha from deymiz endi. Mana 90 from hozir mana 90. Buningda mana 0, 90, boshlanishi 0, oxirlashi 90. Biz ehtiyojga asosan tangshsak bo'ldi. Mana ikkinchisi bo'lsa Bausun, birinchi Bausun, mana Vinjan. Ya'ni bu saqlaydigan o'rinni ko'rsatib beradi. Biz mana yerni chekkandan keyin saqlaydigan o'rinni ko'rsatib beramiz. Bu yerga 001 saqladim. Mana ekran yuziga 001 mana. Mana Goshi, buningda biz saqlaydigan rasm yoki filmning formati. Mana yerlarni ko'p so'zlamaymiz, chunki buni munosabatli hosillash darsliklariga kelganda tafsiliy to'xtalamiz. Hozircha shu saqlash, mana razmerni tangshash, shularni ko'rib olsanglar bo'ldi. Endi bo'ldi. Endi mana ya'ni yangidan qurish. Biz boya so'zlangan shu ixtirolarning hammasi shu yerda boya bu yerda tizlatma sin knopka altida o'rnashtirilgan, chunki maya o'rnashsa intayin tiz bo'ldi. Mousening sol knopkasini besib turgandan keyin ma'lumot chiqdi. Biz ehtiyojli bo'lgan obyektlarni tanlab, masalan, topdan birini quray. Mana top qurildi. Mana obyekt boshqarish rayoniga chiqdi top. Buning xasligi, mana xaslik rayon deb tushundigan. Buning xasligini masalan bu yerdan tangshaymiz. Buning sonliq ma'lumotlari shu. Mana. Mana cho'ng kichikligi mana. Mana yangidan qurishga munosabatli hali. Mana nima qilgan bo'lsak, shuningki xasligi mishaga chiqib turdi. Buni yutay. Biz bu yerni keyingi model yasash darsliklarimizda hammasida tafsiliy to'xtalamiz. Hozircha shuni ko'rib olsanglar bo'ldi. Mana hobi, buni qanday ishlatamiz deganda,
Bu halaqı Photoshop'ninki qurallarga o'xshab ketadi. Buni chekdim. Men mana udul ko'rinish holatidan mousening sol knopkasini bir chekdim, ondan yana bir chekib, qo'yib etmay besib turib bunda aylantirsam bo'ldi, xohlagancha. Ondan yana qo'yib etib, yana mana bu yerga bir urib, yana mousening sol knopkasini qo'yib etmay bunda aylantirsak bo'ldi. Shunda ondan buni Miyagmada ekkelsak, başlanış noktasiga kelganda o'zi yumaloq bo'ldi. Birini chekib etsak ham bo'ldi, mousening sol knopkasini. Bo'ldi. Endi mana qolganlarini keyingi darslarimizda davomli ishlatamiz. Mana Shefin Chumyani, Jeyya, Fangyang Besar, Somyo degandek. Bularni biz model qurish darsliklarimizda tafsiliy so'zlaymiz. Hozir ozroq shu birini so'zlab beray. Bu Shefin Chumyan degan zodi nimaga ishlatiladigan narsa biz ko'rib boqaylik. Shefin Chumyan qo'ydim, lekin tekshlikda hech qanday o'zgarish bo'lmadi, chunki bu tekshlikda obyekt yo'q. Men bir narsa ekkiray. Men mana modelni olib chiqdim. Bu model qaraydigan bo'lsak, intayin qo'pol. Men buni siliqlamoqchi. Siliqlash uchun hozir shu mana Shefin Chumyan degandan birini qurib, mouseninki sol knopkasini bosib tursanglar chiqadi. Ondan meningki obyektimni mana Shefin Chumyani buni endi uyg'urcha nima deb tarjima qildi, buni bilmadim. Biz buni siliqlash desak bo'laverdi. Mousening sol knopkasini bosib turib, buning ichiga tashlaymiz. Bunda ekasanglar stirlik o'zgaradi, qo'yib birimiz ichiga kirdi. Bu intayin yaxshi siliqlandi. Endi rasmiy model olib keldi bu. Buningki rolimi shu. Mana jiya, endi mani o'chirib deb, boyatinqi ma qurolda men bir narsa qilay. Ma'lum narsadan birini qildim. Buni men jiyani qurgandan keyin mana yantiyoq hozir sizgan. Buni mousening sol knopkasini bosib turib ichiga tashlaymiz. Mana Muşning iqtidori jiyaning mush. Andim buningki jiyan tanlagandan keyin bu yerda yana xasligi bor. Buning xasligini taqshaymiz. Masalan, fingding. Bu, ikkilisini yo'q qilib etsam, buning qirlam chiqadi mana bu yerda. Mana o'tirsak kavak bo'ldi degan gap. Fingding qilsam, masalan, matripning yo'q bo'ldi, matrip yepildi. Mush yerdan o'zinglar tangishib olsanglar bo'ldi. Buning iqtidori mana shundoq. Andim buningki mana düşen obyektdan bunda tangishlik bo'ldi, parametrlarni tangishsanglar bo'ldi mana. Bo'ldi, buningda ko'p to'xtalmaymiz. Mushlarning ishlatish usullari hozirga o'xshaydi. Bularni davomli keyingi darsliklarimizda so'zlaymiz. Endi ma'volar mana biz eng ko'p ishlatadiganlarning birisi shu model qurgan vaqtimizda shu ya'ni nihoyat ko'p ishlatamiz. Buningda bir nechasini tanishtirib o'tamiz. Avval mana yurtay. Topdan birini qurdim. Yana birini quray topdan. Qurgandan keyin menga qilay. Ondan maya kirgandan keyin, ya'ni bor. Bu ikkisini ekkiray. Mana
kirgandan keyin mavo biz mana mavo yana birisi buning ichiga kirdi andan maya o'ymalat chiqadi degan gap. Mana buning ishlatishchanligi bek yuqori, keyin model qo'ygan darslarimizda bek ko'p ishlatamiz. Shu chog'da tafsiliy tanishtiramiz buni. Endi bordan chiqarib deb, masalan, mavo hozir borning ichida mashiksa. Men buni ayrı bilish uchun mashikasini tanlab, mousening sol knopkasida bundaq besib turib tanlasam bo'ldi. Ondan sol knopkasini besib turib sirtqa tashlayman. Ondan borni yuvitay. Mayan birisini yuvitib, endi birisini ko'rib qo'yaylik. Duychini. Mana endi duychini besib turib xasliqdan tangshaymiz mana. Mana bu ko'paytgich desakmi bo'ldi buni. Bu model qo'ygan vaqtimizda masalan ma'lum bir jismninki yerimini lam qilib, qolgan yerimini duychin orqali lam chiqaramiz. Buni model qo'ygan vaqtimizda tafsiliy so'zlaymiz. Bo'ldi. Endi ma'lumotni yuvetdim. Endi lifantidan birini qo'ydim. Ondan qaraydigan bo'lsak, biz yangi qo'ygan obyektning kammisida yerda mundaq sariq bir belgilar bor. Buni mousening sol knopkasini besib turib, qilsak bo'ldi. Bu yerda mana egizlik, kenglik deganlar o'zgaradi. Hamma yangidan qo'ygan obyektningki shundaq o'zgartirish iqtidori bor. Lekin buni tahrirlash obyektga aylantirib etgandan keyin vaqtlar bo'lmaydi, o'chib ketadi. Men hozir ma'noning ichidan birini ishlatay. Ya'ni newchu buni ma'lum lif bayatin ma'lan ishlatgan vaqtda obyektni shuning ichiga tashlagan. Bu da endi biz ma'lan ishlatgan vaqtda obyektningki ichiga tashlaymiz mana. Buni ichiga tashlab ondan ostidagi xatni mousening sol knopkasi bilan bir bosib qo'ysak hozir bak qo'pol ma'vo. Bu nima uchun deganda biz qo'ygan obyektningki ma'vo siziqlari yetmadi buningga. Mana. Buni qatqandan keyin bu intayin yumshoq holat keldi, silliq holatga mana. Mana bu benshingchi deymiz endi mana. Ma'volarning ichidan chiqadiganning hammasi benshingchi, ya'ni o'zgargich miqdorlar. Buningki qolganlarini keyingi munosabatli darslarimizda davomli so'zlaymiz. O'chirib etdim. Endi ma'vo dim yana mana bu bizningki yer bo'ldi ma'vo endi. Endi ikkinchisi bu tenkong, ya'ni endi osmon deb tushensakmi bo'ldi buni. Buning ishiltish o'rinlarini keyingi munosabatli darsliklarda so'zlaymiz. Shularning hammani keyin so'zlaymiz. Ma'vosa kamera. Mousening sol knopkasini besib tursak, texnik ko'p kameralar chiqadi. Buni bosgandan keyin ma'volat bo'ldi bu. Masalan, men jismdan birini quray. Mana bu kamera. Ma'vo kameraningki xosliqlari, tangshaklari, bu yerda intayin ko'p tangshaklar bor. Buni keyinroq munosabatli darslarimizda davomli so'zlaymiz. Ma'vosa masalan hozir oq, hozir birini chekib etsam qora o'zgarib qoldi. Bu nima desanglar? Hozir ma'vo kamera oldidan chiqatdi, xohlagancha aylantirsam bo'laverdi. Men buni aslidagi qo'ygan kameraga qaytib kelmoqchi bo'lsam, men birlam chekib etsam, yana shu kameraga qaytib keldi. Ama boshqa kameralarni keyin so'zlaymiz. Endi ma'vo chiroq ma'volarni o'chirib o'tmay turay. Buning birinchisi dingong mana. Buning xosligini bu yerdan tangshaymiz. Ma'vo kuchlik ojizligi. Masalan, ishkiza texmi yurib ketdi. Ma'vo chiroqning kaliti, buni keyin so'zlaymiz. Ma'vo soyasi, bu qaysi xil soyaga ehtiyojli bo'lsak, shuni qilamiz. Mana soyasi chiqdi.
Endi ma'u qurollarni bir aqır so'zlab bo'ldik. Endi ma'u sol tarafdagi qurollarni bir aqır so'zlaymiz. Hammasini o'chirib o'tay. Birinchisi motion, moshi, ya'ni model altı, ma'u object, ya'ni düşen altı, ya'ni ma'u object altı deymiz, ma'u harakat. Buni hozircha so'zlamaymiz. Hozircha bu normal altı, motion'a mushol ettirdi. Ma'u ikkinchisi will, ya'ni bu biz yasagan modellarga rasm, xat degandek chaplaydigan rasmlarni ishlatgan vaqtimizda mushaqlar orqali tangshaymiz. Buni keyingi asıllash darslarimizda tafsil so'zlaymiz. Ma'uni asosan ishlatmaymiz. Ma'u nuqta, biz eng ko'p ishlatadigan mushada 3 narsa bor. Nuqta altı ma'u, diammoshi, ma'u 46, ya'ni biammoshi. Ma'u uchinchisi dobianshin moshi. Bu ko'p tarafli altı. Ma'u birinchisi qapto'ras. Ma'u birinchisi hozir ko'rmabdi. Nima uchun deganda maydonda hech qanday obyekt yo'q, shunga bu yanmaydi. Men avval obyektdan birini quray. Buning xosliklarini munosabatli tangshib bo'lgandan keyin biz buni davomli tahrirlamoqchi bo'lsak, buni hozir shu John Way Kirby'nji düşeni, ya'ni tahrirligi bo'ladigan obyektga aylantirmasak, buni tahrirlayolmaymiz. Buning knopka taqsidan tizlatma knopkasi C harfini bassanglarmi bo'ldi. Mana o'zgardi. Endi bu qaraydigan bo'lsak, rasmiy bizning tahrirlash holtimizga o'tdi. Buni qanday o'zgartmoqchi bo'lsak, shunday o'zgartira olamiz. Endi diammoshi, bu diammoshi altida mana bu nuqta. Shu nuqta altini tangshaymiz buningda. Masalan, men ma'u 46ni tanlab turib, men nuqtani tanlayman desam, tanlay olmayman, chunki bu nuqta altı demasa, bu 46 de. Mana ma'u ikkinchisi biammoshi taraf altı. Buningda ma'u taraflarni tanlaymiz. Ya'ni bayatın so'zlangan ma'yadan pishki so'zlaylik. Ma'u shuanxan shuanzi. Bu taraf altı turib, bundaq tanlasak, ya'ni avtomatik tanlab birdi. Biz ehtiyojli bo'lgan yerlarni o'zimiz bunda tanlasak bo'ldi. Shift knopkasini bosib turib, mousening sol knopkasini bossak, qo'shib tanlaydi. Elib etmoqchi bo'lsak, kontrolni bosib turib, bir cheksak bo'ldi. Endi men ma'u 46 turib, masalan, men tarafni tanlayman desam, tanlay olmayman hozir mana. Mana. Faqat bu qirnlam tanlaydi. Ma'u uchinchisi dobianshin, ko'p tarafli altı mana. Mana. Mousening sol knopkasini bosib turib, ma'u tanlashni tanlab, bunda aylantirsak ham yana tanlaydi. Bo'ldi ma'u. Ma'u bizningki koordinat, ya'ni x, y, uch o'qni shu o'ttirib to'g'rilaydigan bir narsa ma'u. Buni keyingi darsliklarimiz tushundiramiz. Mush iqtidorlarni ostidagi shu, keyingi munosabatli darsliklarda tafsiliy so'zlaymiz. Endi ma'u tizimlikni so'zlaymiz. Ma'u tizimlikni so'zlashdan burun biz shu sitotninki ko'rinma yuzini ma'u xizmat rayonini bir tanishtirib o'taylik. Mana bu turiversin. Qaraydigan bo'lsak, ma'u yerda bir yo'tkashga o'xshaydigan bir belgi bor. Bu bizningki xizmat, shu hozirgi xizmat holtimizni, ma'u xizmat muhitini shuni yo'tkaydi. Bu mouseninki sol knopkasini bosib turib, bundaq yo'tkasanglar bo'ldi. Buningki knopka taqtisidan alitni bosib turib, mouseninki o'ttirsa, ya'ni ma'lqi dumilg'ichni bosib turib, bundaq yo'tkasanglar o'xshashamiz. Ma'u bundaq orliqni yaqin, yiroq qildig'ini xizmat holtida ma'u. Mana mushtakchilikni yaqin orliqni tangshaymiz. Buningga tizlatmasi bo'lsa, alit knopkasi bilan mouseninki 10 knopkasini bosamiz. Ma'u bo'lsa aylantirish, shu belgisi tillam chiqib turdi, mana aylantirish. Buningki tizlatma knopkasi alit, ya'ni alitni bosib turib, mousening sol knopkasi bilan bundaq aylantiramiz. Ma'u 4 bo'lim bo'lsa, bu 4 tarafli altı yo'tkash bo'ldi. Qani ma'u perspektivalik ko'rinishi ma'u uchun. Buning tizlatma knopkasi mouseninki
Ama domuluğaça yani o'ttirsini birla çeksek 4 taraflık altıgı buldu. Qaysi altıga ehtiyojli bolsak, masalan, dаңшыту, üstüden görünüş, жыңшыту uduldan görünüş, ama bu oң soldan görünüş buldu. Biz qaysidan ehtiyojli bolsak, şuningda turib, ma domuluğunu birla bassak, mouse'ninki şu alet keldi. Ma o ayrım bir tanıştıraylı. Bu bizninki en köp işletilgan hizmet rayonumuz mavi. Yani perspektivalık görünüş. Ma o uduldan görünüş. Bu görünüşne biz yana ma o şangıdiga ya kirip turup, astidan görünüş, üstidan görünüş mani yötkəliyimiz. Müşahede yötkisek buldu. Muşu uduldan görünüş, muş arka tarafını görüş degендek ma bu jingmiyan, beşto, jingshto ya mana. Ma o oң sol, mana ma belgisi tilda chiqib turdi. Mana yoshto, zoshto deganmish va. Men ma o perspektivalik ko'rinish oldi qaytib keldim. Endi ma o tizimlikni bir tushundiray. Bizningki buningdan eng ko'p ishlatilganlarni so'zlaymiz, ma ishlatmaydiganlarni so'zlamaymiz. Bizning ko'p ishlatilganimiz Xuyfu Morin Changjing. Masalan, ma bundaq yo'g'andi hozir. Men asli qaytmoqchi bo'lsam, Chakan tizimlikdan Xuyfu Morin Changjing bo'ldi aslik keldi. Mana mavni hozir baya so'zildik. Mav shanshi, ya'ni ko'rinisha bizga qaysi holatni ko'rish kerak bo'lsa, shu holatni ko'ramiz. Guangying Josi, ya'ni konoptaxsdan in a. Guangying Josiga yo'tkisam, masalan, hozir mav siziqlari hech qanday ko'rinmaydi menga. Mana Masalan, mav tizletni konib nimada, ama resimda chiqib turibdi, yo'q mana. Ikkinchisi mana bunda ko'rsatib beralaydi ma siziqni. Uchinchisi mo ko'rsatmaydi. Biz buni keyingi amaliy misollarimizda davomli so'zlaymiz. Buni mush yerdan yo'tkashni o'rgansanglar bo'ldi mana. Mav siziqlarni ko'rsatdi, ma uchinchisi ko'rsatmaydi. Endi mav shunga tanlash. Buningdan bizning ko'p ishlatilganimiz, men mav bir maydonga kirib undan tushundiray. Mana kamera oltidan chiqib, endi tushundirayli buni. Mana men hozir birinchi mav soya ma'noda gavdalanmadi. Men yangidan murojaat qurib, Lifang dedim birini qurdim, mandan tekshilik. Ondan chirog'dan birini qo'yib, hozir bassam, hozir ma holatda mana soy ko'rinmadi. Men ma chiroqning soyasini o'chirib, ma tanlashdan ma soyini ochay. Mana soyini ko'rsatib beralaydi demakchi. Ma'ni besbetsanglar soyasi yo'qaydi. Ondan ma taoming, buni ma'noga chiqib tushundiray. Taoming, mana bu aynak material bergan chaqda ishlatamiz. Ma fanshu, ya'ni aksi, hozir mana ma'nodagi aksi yo'qolib ketdi. Buni unumini ko'rish uchun mana fanshuni cheksam, masalan, ma'noga tushgan aksini ko'ra olaman. Ma SSO bu bir soya munosabatlik narsa mana. Hozir ani besbetsam, mayada mana soyalar ko'rindi. Men ma'ni basqandan keyin agar kameraninki bunda tutuq fokuslar to'g'rilangan bo'lsa, ma'ni cheksak, mushada ko'rinib turdi, amaliy mushu bizningki perspektivalik ko'rinishimizda ko'rinib turdi. Endi ma'ni Sungyansı, mesela ben bir çekivettim. Mav uyga bergen bütün şu materialning hammasi hozir ko'rinmay, shu endi aqlam altida, model altida turdi. Buni yana bir çekivetsam, ondan aslik keldi. Buning ko'p ishlatilgan yerlari shu. Mav Golya, buning ko'p ishlatilgan yerlari yangidan murojaat qurib, masalan, ma tor siziqchilari ba'zan model qilgan vaqtimizda mav ba'zi avarchilik qilib qoldi.
Bunu yoqtish uchun Goluy'den Vang'ı. Bunu elevetsem lan bo'ldi mana Vang'ı. Bo'ldi. Mavlarni ishlatmaymiz. Mavi Pro-render'e. Bu Cinema 4'te 19'ga yangidan qitilgan asıllash bu. Asıllash qistirmasi desek bo'ldi. Endi qistirma biz sirtdan qaçlaydigan qistirma emas, lekin shu Cinema 4'ning o'zidan birga qaçlanadigan yandash bir qistirma bu. Buni keyingi munosabatlik darsliklarimizda so'zlaymiz. Mavi vaqt o'qi. Masalan, men Li Fangtiye birini quray. Mavi birinchi nuqta yoki birinchi from. Bu yerda ochqichning belgisi bor. Buni mousening sol knopkasini bir cheksam, bu yerga nuqtadan birisi urildi mana. Men buni 40-cı fromga kelganda yoki nuqta, 40-cı nuqtaga kelganda, men yakkasini deb harakatdan birini ishlasam, sol knopkasi bilan birini ursam, mana bu harakat bo'ldimda. Mana. Hozircha shunchalik so'zlaymiz buni. Mavo material boshqarish rayoni, ya'ni cho'ngjani. Mavo yangidan qitilgan bir materiali. Biz hozir shu ko'ngildagi holatnikini tanlaymiz. Yoki bo'lmasa, shu bo'shliqqa mousening sol knopkasini qo'shib cheksak, yana birisi qurildi. Buni yana qo'shib chekkandan keyin buningki xasligi chiqadi. Undan buni rang va boshqa tangshaklarni tangsak bo'ldi mana mavo ranglari. Undan buni obyektga bermoqchi bo'lsak, biz tayyorlab qo'ygan materialni mousening sol knopkasida bosib turib, meyak bersak bo'ldi yoki bevosita shunga tashlasak bo'ldi. Mana bo'ldi, ko'rib boqaylik. Endi bo'ldi. Endi yana biz doim ishlatadigan bir qism buyruqlar bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni men yana yangidan topdim birini quray. Buni avval tahrirlash holatiga aylantiribdi. Aylantirayotgandan keyin mavi ko'rinishdan men buning siziqli holatini chiqarayman. Ondan men mavi nuqta oltiga o'tkazib turib, mousening o'ng knopkasini cheksam, bu yerda nurg'un ixtiyorlar chiqadi. Biz buni eng ko'p ishlatilgan ixtiyorlarning birisi desak bo'ldi. Bu yerda nurg'unlagan ixtiyorlar bor. İşlemaydiganlarni so'zlamaymiz. Bizda ko'p ishlatadigan mavi cho'ngjandin, ya'ni nuqta qurish. Buni bosgandan keyin, ya'ni knopka taqtisidan ME, buni bosgandan keyin masalan mavi ikki nuqtaning o'rtasiga men yana nuqtadan birini qo'ymoqchi bo'lsam, mousening sol knopkasini bosib turib, birini cheksam ham bo'ldi, nuqtadan birisi qurildi. Bu bizning model qilgan vaqtimizda nurg'unlagan qulayliklarni olib keldi bu iqtidor. Ondan mavi Chauji. Bunu qanday tushundiramiz desak, masalan men ma'lum bir rayonni o'chirib etdim mana. Bu bo'shliqni men endi yana etmoqchi bo'lsam qanday qilmay, mouse'ninki mavi taraf olti turib, mouse'ning o'ng knopkasini chekib, mana knopkasidan MB, ya'ni Chauji. Buni bosgandan keyin mavi qirni tanlab turib, mouse'ning sol knopkasini bosib turib, asti qirga mundaq ekkasanglar avval o'zgaradi. Ondan mouse'ning sol knopkasini qo'yib yotsanglar ham bo'ldi. Bo'ldi. Bu mendan yaxshi bir iqtidor. Endi so'zlaydigimiz bo'lsa, Fengbi Dobianshin Kongdong. Buni qanday ishlatamiz deganda, masalan, menlar taraf olti turib, mouse'ni delete knopkasi bilan yuvatdim. Endi buni men etishga ehtiyojli qolib qoldim. Buni qanday qilmay, taraf olti turib, mouse'ning o'ng knopkasini chekib, mana tanlaymiz, Fengbi Dobianshin Kongdong. Buni tanlagandan keyin mouse'ning sol knopkasida birli bossak, masalan bunda ikkilib va oq yangandan keyin men yurdi hozir. Mouse'ning sol knopkasini bir chekasam itildi mana. Endi mavi Dobianshin Huabi. Buni men aytib ko'p ishlatamiz, masalan, buni bosgandan keyin mavi altini tanlab, masalan, Memmoshi, Bemmoshi, Demmoshi hammasi bor. Men Memmoshini tanladim. Mouse'ning sol knopkasini bosib turib, bundaq sursam, avtomatik bizga shuni qurib berdi. Mana.
Bo'ldi. Hozir ko'rib boqaylik. Mana bizga mush obyektni qurib berdi. Endi mana shovchu, buni qanday ishlatamiz deganda, masalan, mana tanlashdan foydalanib, men ma taraf olti turib, taraf olti turdim. Masalan, mana tanladim, shovchu. Mana hozir men siziqni yo'qotib Buning shundaq siziqlarni yo'qotish ixtiyori bor. Ma'larni tanishtirmaymiz. Mana Shanshin Chego. Ko'p ishlatganning birisi, buni bosgandan keyin, masalan, mana buni qanday ishlatamiz deganda, bosgandan keyin mousening sol knopkasini bosib turib, biz kishtiga rayonni mundaq tanlab qo'yib etsak ham bo'ldi. Undan munda chiqib olsa, bo'shliqni bosib etsak, oxirlashtirish belgisi shu, bo'shliq. Mana siziqdan birisi ko'paydi. Astidagi o'xshash bu kesish quroli. Buni qanday ishlatamiz deganda, buni bosgandan keyin taraf olti turib, daq kesanglar, masalan, kesmoqchi bo'lgan ya'ni tanlaymiz buningda. Bu hamma avtomatik kesadi. Tanlagandan keyin mousening sol knopkasini bir cheksak tanlandi. Buni o'ttirga kelish uchun mana o'ttir. Hozir 50% o'ttirga kelib bo'ldi. Undan bu yana siziq qatmoqchi bo'lsam, men qo'sh belgisini bossam bo'ldi. Undan yoki elvatmoqchi bo'lsam mana, buning ishlatishchanligi bek yuqori. Bo'ldi. Endi qaysini so'zlaymiz? Shu ko'p ishlatadiganlarni so'zlaymiz, o'shiqcha shu ko'p ishlatmaydigan, shundaq ortiqcha narsalarni so'zlaymiz. Ammo yerda birisi qopda so'zlaydigandan. Mana bu Pyongyang Chego. Men ma'larni o'chirib o'tib, Li Fangtidan birini qo'ydim. Undan buni tahrirlash obyektiga aylantirib o'tib, bayatdan qitmani Pyongyang Chegoni bosdim. Bosdim. Buni qanday ishlatamiz deganda, masalan, men mayaga mousening sol knopkasini bosib turib, bundaq u-yoq surdim, sursam mana. Hozir masalan, shu yerdan kesmoqchi bo'lsam, qo'yib berdim. Bu mana bunda aylantira olasiz buni. Hamma tarafni kesaydi-da. Undan oxirlashtirmoqchi bo'lsam, bo'shliq mana kesildi. Bir vaqtda hamma tarafni kesdim. Endi so'zlaydiganimiz bo'lsa, mana konuk taxtasidan MO Huadong, mana bu qirni yo'tkazishga ishlatamiz buni. Mana endi so'zlaydiganimiz mana Hanji. Bu nuqta olti turib ishlaydi. Nuqta olti yutgandan keyin men mana ikki, ya'ni tanlay ikki nuqtani. Ondan mousening o'ng knopkasini chekib Hanji. Qarasak, bu yerda aqtim bir paydo bo'ldi. Buni nega gappasak, qaysi nuqtaga gappasak shunda chiqadi. Masalan, men mana bu nuqtani nuqtaga birlashtirib etmoqchi bo'lsam, men birlam cheksam, mana birlashib ketdi. Yoki buni o'ttirga birlashtirmoqchi bo'lsam, o'ttirga bir cheksam, ikki nuqtani o'ttirga bunda qo'shib turdi, birlashtirib turdi. Endi so'zlaydiganimiz bo'lsa, Dawjava konuk taxtasidan MS. Masalan, men ma'lum bir rayonni tanlagandan keyin mousening o'ng knopkasini chekib Dawjava. Mousening sol knopkasini bosib turib, bundaq ikki yangi surma, buni o'zgarishni ko'rdinglarmi? Qirni bundaq qir chiqaramiz. Mana shifini bu mana shifin atrofininki qirninki siliqliqini tangshaydi. İkincisi bo'lsa, Jiya, ya'ni biz mana tanlagan rayonni sirtqa yoki ichiga kirmoqchi bo'lsak, mousening sol knopkasini bosib turib, ikki yangi suramiz. Tanlagan rayonimiz ichiga yoki sirtqa chiqadi. Mana bo'lsa, Nibu Jiya. Buni mousening sol knopkasini bosib turib, bundaq mousening ikki yangi suramiz. Mana.
Ma'lum qolganlarini keyingi darslarimiz so'zlaymiz. Yana so'zlaydiganimizdan rongji. Rongji bu nima deganda, masalan men ma'lum siziqlarni tanladim. Ma'lumning 10 knopkasini chekib rongji. Endi ma'lum siziqni yo'q debdi. O'xshashlan bu siziq yo'q degan narsa. Endi ma'lum yo'q va. Buni ayrim bir lifang dedim birini quray. Men yuanjudan birini qo'ydim. Yuanjuni qo'ygandan keyin buni tahrirligi bo'lgan obyektga aylantirdim. Endi buningki teraplik altida yuzini tanladim. Undan ustiga mana bu ayrilib ketdi bu. Buni qanday qilamiz deganda, nuqta altida turib, Ctrl A ni bosib, mousening sol knopkasini chekib, yo'q va. Andan keyin nuqta teraplik altida qaytib kelib, endi ko'tarsam billa bana demavi. Endi o'lchamlik bo'ldi. Endi men shu mouse'da filliye buni so'zlay. Masalan men tanlagan doirani ayrim bir obyekt qilib chiqarib olmoqchi bo'lsam, ma'lum doirani tanlab, mousening o'ng knopkasini chekib, filliye chekkandan keyin mouse'ga ayrim bir obyekt qilib chiqarib berdi. Hozirgi men tanlagan rayonni chiqarib berdi mana. Buning ishlatishchanligi bek yuqori. Bunun da asosli ishlatganlarimiz hozircha tugadi. Endi so'zlaydiganimiz bo'lsa, shu Cinema 4'ninki doimlik shu tangshiklarni so'zlaymiz. Bunun da masalan biz shu Cinema 4'ninki tilini o'zgartmoqchi bo'lsak, birinchi kirib, sho'jiya, ya'ni tangshak, bu yerdan til. İngilizce, Hanzucha. Biz qaysi ehtiyojli bo'lsak, shuni bosgandan keyin qayta qo'zg'atsak bo'ldi. Mav bo'lsa, R19 masalan mav yerda sariq belgili xatlar turdi. Bu nima desanglar, bu R19 qatilgan yangi xatlarlar bor ya, shunga chiqadi. Buni aytib o'tganim bo'ldi mana. Mana. Mav xatninki cho'ng kichiklik mav. O'zinglar xohlagancha tangishib olsanglar bo'ldi. Bo'ldi bu ya. Ondan yana so'zlaydigan yerdan Konuktaxdan Shift V ni basamiz. Shift V ni bassak, nurg'unlagan tangshaklar chiqadi. Buningda masalan men 4 taraflik altı qaytib, ma'lum bir modelni qo'ymoqchi bo'lsam, uningki yandan ustidan ko'rinish menda rasmlari bor, ya'ni sandkautu deymiz, shunda rasmlarni kirib ko'rsatib qo'yay. Masalan, men mav ichimlikning modelini qo'ymoqchi bo'lsam, mana masalan mav jangishda udildan ko'rinish, mav Shift bin konuktaxdan Shift V ni bassak chiqadi. Mav tuşanga bu resimden bunu çekkendan keyin men ekirmoqchi bo'lgan rasmni endi mavni kiray. Mana kirdim, bizning o'xshash mana. Ma'ningda rasm bor, mashqisi yo'q. Mana bu resimninki tutuqligi, mav cho'ng kichiklik ham tangshigil bo'ldi. Endi yana yana so'zlaydigan yerdan mavi mashqisini so'zlaymiz. Masalan, men maydondan birini kiray. Bunun ranglarini ko'rinmas qilib o'tib, hozir qaraydigan bo'lsak, masalan, hozir tangshakni ichib, chakendin biyavtian chankang, dongzuan chankang bosh bo'lgandan keyin mana bizningki bexatarlik siziqimiz mav. Odatda film bir narsalarni ishlagan vaqtimizda shuni chiqarib olsak, intayin qulaylik bo'ldi. Mav bo'lsa, mav tawming, mav
ma o'ttirsa chiqadigan rayon bizningki. Ma qarsa ko'rinmaydigan rayon. Odatda shuni rang qilgan vaqtda mush o'ttirslam chiqadi. Buningki rang hammani shaydan tangshigil bo'ldi. Buni o'zinglarning ehtiyojiga asosan tangshib olsanglar bo'ldi. Mana buningki ranglarini tangshiyalasizlar. Mana. Asli qaytmoqchi bo'lsanglar, men 10 knopkasini chekib, mouse'ninki. Mana bo'ldi. Mishani bilib qolsanglar bo'ldi. Endi biz mau yerdagi, masalan, ma inglizcha mau yerdagi narsalarning qanday chiqarishni ko'rsatib o'tamiz. Yangidan bir hujjat quray. Ma inglizcha bo'lsa, biz sirtdan qatqan qistirma unumlar, masalan, mana ichidagi demakchi. Biz ko'p ishlatadigan qistirmalarni ozroq tanishtirib o'tamiz. Masalan, ma birinchisi duychi deyman, ya'ni shu obyektni tekshlik to'g'rilash. Obyektdan birini qo'ydim, qursam, bu tekshlikni o'ttirsa kelib qoldi. Buni qanday qilib ustiga to'g'rilayman? Duychi deyman degan qistirmani qashlab, mayaga chiqqandan keyin bassaqlan bo'ldi, ustiga tayin qo'lay. Buni qanday qilib bu yerga chiqamiz deganda, knopkasidan Shift C, bu yerga biz qachilgan qistirmaning ismi duychi deyman, mana. Mouse'ning sol knopkasini bosib turib, bu yerga tashlasak bo'ldi. Buni chiqarib o'tish uchun chonkodan mouse'dan yemyan ben. Ondan buni qo'shib ko'rsam bo'ldi, chiqdi. Biz Magic Center bu qistirmani Shift C'ni bosib yoki bo'lmasa hozirgi shu sizdan yemyan ben degandan tangsak bo'ldi. O'shaga Magic Center mana bu mintayin ko'p ishlatiladigan bir qistirmaning birisi. Masalan, mavo menga kelib qoldi. Bu bir qolaysizlik qilib keldi bizga. Ba'zi vaqtlarda shunday ishlaymiz. Buni qanday qilib o'tirib kelmasak, Magic Center'ni birini bassak bo'ldi. Biz shu darslikda ishlatadigan bütün qistirmalarni shu detallar bilan ta'minlaymiz, qachilash qatorliq jarayonlarni so'zlaymiz. Hozircha mishaga ap chiqib, tizishni o'rgansanglar bo'ldi. Qaytadan bir kelayli. Men mana hammani o'chirib taya. Mana eslatdim mavo. Mavo chankodan zidangi boji kirgandan keyin zidangi men ben bassak, men izlaydigan qistirmani basamiz. Birinchisi PSR. Mavo shu, ikkinchisi Magic Center. Üçüncüsü duychi hanzucha yazamiz. Hanzucha qistirmaning ismini bos shunday yazamiz. Duychi deyman. Bo'ldi. Endi buni bu yerga chiqib qo'ygandan keyin sinmatdan o'chirib bersak, bu yo'qolib ketadi. Qanday qilib buni qayta qo'zg'atgandan chiqadan qilamiz desanglar, yanilam chankodan zidan boji, bausun va chidong boji, shuni basamiz. Men o'chirib qayta qo'zg'atay. Mana mavjcha bilan chiqdi. Endi biz shu xizmat rayonini qanday tangshaymiz shuni so'zlaymiz. Masalan, o'zimiz yaxshi ko'radigan holatda tangshib bo'ldi. Mavo hamma qurollarning kelgan tarafida bunda ichkilik belgilar bor. Buni mavo mouse'ninki domliq uchun bassak, o'tirni bunda yo'qolibdi. Mana buni yotkash uchun qanday qilamiz deganda, mouse'ning sol knopkasini bosib turib, bundaq yotkaydigan doirani tanlaymiz mana. Mana bu yerga yotkeldi. Biz xohlagan rayonni xohlagancha shundaq o'zimiz yaxshi ko'radigan holatda tangshib olsak bo'ldi. Mana.
Masalan, men mavi rayonni yoshirib qo'ymoqchi bo'lsam, mausiningki dumilg'ichni bir cheksam bo'ldi, mana. Ondan masalan, mavi chekitligiga birini cheksam, yana paydo bo'ldi. Әмсә Cinema 4T'ninki doimliq shu ishiltish qurollari, asosiy darsliklari shu yerda yig'lashdi. Qolgan so'zlanmagan rayon va ixtiyorlarni biz shu davomliq munosabatlik darsliklarimizda davomliq so'zlaymiz. Darslik shu yerda yig'lashdi. Yoqtirib ko'rishinglarni umid qilaman. Xayr, xo'sh.